Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor bu haftalik istiqlal xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Hurmatli televizor oldindan biz diqqatingizga huzurlarga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda Istanbulda Uyg'urlarni oldigan 4 hayonkash qo'lga ilindi mavzuida xabarimiz bo'ldi. Bularning oldima tushgan 98 Uyg'ur bo'lsa, tekshirishlardan keyin qo'yib berildi. Shundaqla İstanbulda 14 maydan 19 maygacha shaharlik hukumat tomonidan elib berilgan yoshlik yarmankasida Sharq Turkiston keng ko'lamda tunishtirildi. Va yana İstanbulda Xitoy va Rossiya zulmiga tarik etilgan Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. Bu xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Turkiyaning keyingi navbatlik bosh ministr nomzodi oshkorlandi. U bo'lsa hozir qatnash ministri Binali Yildirim. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy saqchilari zo'ravonlik qilib bir oila kishilarini tutib ketdi. Xitoy saqchilarining zo'ravonlik bilan Uyg'ur oilasining terikchilik bo'tkisini buzib chiqib, musodara qilib, bir oila kishilarini tutib ketgan ko'rinishi oshkorlandi. Ijtimoiy aloqa to'ri Facebookda tarqalgan bir qisqa filmda bir to'p Xitoy saqchisining bir Uyg'ur oilasini o'z uyi oldiga qo'ygan aynak bo'tkisini buzib, zo'rlik bilan musodara qilgan ve bir aile kişilerini mecburi tutup ketken jarayonu tartib elingan. Uyg'ur turdoshlar Xitoy saqchilarining bu zo'ravonligiga bo'libmi Uyg'ur yordamchi saqchining Xitoy saqchilaridanmi bakroq aktivlik bilan Uyg'urlarga til ahonat qilishiga la'nat o'qidi. Filmda saqchi formasi kiygan 10 dan ortiq shahar boshqarish xodimi bor bo'lib, forma kiymagan bir Uyg'urning o'ttir yoshlardagi bir jup Uyg'ur ayolga varqirayotgan ko'rinishi bilan film boshlandi. Ularning dialogidan qaraganda bozor boshqaruvchilar u ayoldan ushaq yemaklik sotadigan bo'tkisini qo'ymaslikni talab qilgan. Bu yo'l yoqasidagi bir binoning oldi bo'lib, bu ustal yo'lning sirtiga qo'yilgan. Atrofi azodi bo'lib, yondagi bir oshxonami oldiga soyivan qilib olgan. Bu yerdan cho'ng yo'l bo'yigacha xili orliq bor ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U ayol bu yerning o'z uyining oldi ekanligini hem faqat kashlarla tijorat qildiganligini aytdi. U Uyg'ur xodim ularga to'xtamay til ahonat yog'dirdi. Atrofda saqchi formasi kiyib olgan bir muncha Xitoylar bo'lib, ular qarishib turdi. U ayol u kishidan ahvolni Xitoylarga to'g'ri tushuntirishni aytdi. Lekin u yanala o'ktamligini davom qildi. Va bugun bularni bu yerdan oldir olmasa, o'zining ismini o'zgartirib yetadiganligini aytib tashdid soldi. Ular yo'lan deb atildigan Talla bozorining oldidimi bundaq bo'tkilarning borligini, lekin bozor boshqaruvchilarining Xitoylarga gap qilmay Uyg'urlarni bo'zaq qilayotganligini aytdi. Talash tortish davomlashdi. Bu jarayonda boshqa saqchilar ham kelib, ularni tortqushlaydi. Arada ularning bo'tkisi o'rilib, aynak ko'zlari cheqilib ketadi. Ularning 10 necha yoshlardagi o'g'li biz qandoq jon boqamiz deb xitob qiladi. Balkim bu yayma o'rni bu oilaning birdan-bir kirim manbasi bo'lishi mumkin. Oxirida saqchi formasi kiyganlarning hammasi etilib kelib, bu bo'tkini va yiroqroq uyning temiga yo'lab qo'yilgan bir ishkapni va to'nglatquni elib mangadi. Ular qarishlik qiladi. Ailening qizi yerda cheqilib turgan bo'tkining ustiga chiqib, ularning elib mengishiga yo'l qo'ymaydi. Necha saqchi biri bo'lib, u qizni zo'rlik bilan tortib oladi. Shuna qilib bir jup ayol ularning o'g'li va qizining har birini 3-4 dan saqchi tutib mangadi. Boshqa saqchilar bo'tkini va ishkapni avtomobilga bosadi. Sharq Turkistonda ishga o'rinlashish va iqtisodiy jihatlardagi tengsizlik kishilik huquq tashkilotlarining va Uyg'ur faoliyatchilarining ayblashiga uchrab kelmoqda. Bu zaminning asli egasi bo'lgan Uyg'urlar ishsiz qilib, Xitoylar har xil nomlarda Sharq Turkistonga kelib, yaxshi ish o'rinlarini egallamoqda. İlacısız qalğan Uyg'urlarning o'z uyi oldiga yoyma etishimi Xitoy saqchilari va bozor boshqarish xodimlarining zo'rlik zo'mboligiga uchramoqda. Sen Çincan işlesen kanun to'g'ri ijro qil. Bugün namız aktabda başlamı yuttirib saqlab. Man tutmalar, man tutma ha. Buna. Ha. Ola. Özümüz uyun aldım duramayız mı? Ulan nimaga jabaqni qiyamlab olmaysizlar? Ha. Şiddetin ekem ya koy. Sen yo'lan cho'shib qo'ya. Shu xanzonga o'ramayapti. To'g'ri? Orqa adam bilan. Shiddetin o'zdan bilan o'rga. Hammani uzatma mashana. Ha. Bak tutma, fatini olsam tutma.
Lan bir şey yapma. Senin işin var, benim tutma ha. Ondan yapma tutma. Sultan, nimbil yapma kımızlar. İstanbul'da Uygurlarını aldığan 4 hayonkash qo'lga ilindi. İstanbul Atatürk aerodromida 98 nafar Uygurni ömriga opirimiz deb Qirg'iziston pasporti bilan yo'lga salmoqchi bo'lgan 4 hayonkash qo'lga ilindi. Tutib qilingan 98 Uygur tekshirishdan keyin qo'yib berildi. Anatoliya agentligining 17-may xabar qilishicha, Urumchidan İstanbulga kelgan va soxta Qirg'iziston pasporti bilan ömrü qilish uchun Saudiya Arabistonga bormoqchi bo'lgan 98 Uygur Atatürk aerodromida to'sib elingan. Xabarda aytilishicha, oldingi kuni Urumchidan aeroplan bilan Istanbulga kelgan 98 Uygur Atatürk aerodromi xalqaro liniyasidagi pasport tekshirishidan o'tib Turkiyaga kirgan. Bu yo'lovchilar orqadan o'xshash bo'lmagan bilet setish nuqtalaridan Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyatiga boradigan bilet olgan. Ular Qibrısga boradigan biletni ko'rsatib pasport tekshirishidan o'tgan. Orqadan ularni saqlab turgan 4 kishi oldin hozirlab qo'yilgan saxta Qirg'iziston pasporti bilan Jiddiga boradigan aeroplanga chiqish kartasini ularga bergan. Bu arada ularni ko'zitib turgan saqchilar Jiddiga boradigan aeroplanga chiqmoqchi bo'lgan 98 Uyg'urni to'sib olgan. Tekshirish natijasida 4 kishining har bir Uyg'urdan pasport uchun 2500 yevrodan, bilet uchun 300 dollardan pul olganligi o'tirg'i chiqqan. Hayonkashlarning oldimiga tushib ketgan 98 Uyg'ur tekshirishlardan keyin qo'yib berildi. Saxta pasport bilan ta'minlagan 4 kishi qo'lga olindi. Bu 4 kishining ism familiyasi oshkorlanmadi. Xitoy Sharqi Turkistonda haj ishlariga qattiq cheklama qo'yib, pasport bejarib bermaydigan bo'lg'achqa, mutlaq ko'p qism Uyg'urning hajga berish orzusi amalga oshmay kelgan edi. O'tgan yili Xitoy pasport siyosatini bir oz bo'shatgan bo'lsa-mu, lekin hajga boradigan songa qo'yilgan cheklamani o'zgartmadi. Buning bilan bir qism kishilar boshqa davlatlar orqali haj yoki umrga berish ustida izlangan va pasport hayonkashlariga pul xarjlagan. İstanbul'daki yarmarkada Sharq Turkiston'da tanıştırış ko'rgazmasi ochildi. İstanbul shaharlik hukumat tarafidan bu yil tunji navbatlikka o'tkazilgan İstanbul yoshlik yarmarkasi 14 may shanba kuni boshlanib 19 may payshanba kuni g'albilik oyoqlashdi. Yarmarkada Sharq Turkiston keng ko'lamda tanıştırıldı. İstanbul shaharlik hukumat tarafidan bu yil tunji navbatlikka o'tkazilgan İstanbul yoshlik yarmarkasi 14 may shanba kuni İstanbul'ның yeni kapı faaliyet sahilde başlandı. 15-sida Türkiye muavin baş ministeri Numan Kurtulmuş'ның iştirak qilishi bilan rasmi ochilish murosimi o'tkazildi ve 19 maygacha davom qilib g'albilik oyoqlashdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi yarmarkada Sharq Turkistonni tanishtirish uchun maxsus ko'rgazma ochdi. Xolislik temasidagi bu yarmarkaga ommaviy tashkilotlar, universitetlar, ma'rif organlari, nashriyatlar bo'lib 300 dak tashkilot qatnashib, o'xshash bo'lmagan sohalarda ko'rgazma ochdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi Sharq Turkistonning tarixi, madaniyati, Sharq Turkiston tarixidagi mashhur shaxslar va Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirish uchun maxsus bir yayma o'rni ochdi. Faaliyet başlangan kuni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon va bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon ko'rgazma o'rniga berib, tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Ko'rgazmada do'ppa, atlas qatorliq Uyg'ur qo'l hunar buyumlari va kiyim-kechaklari, Mahmud Qashqari va Yusufxos Hojib qatorliq tarixda o'tgan mashhurlari tanishtirilish bilan birga Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonning vaziyati aks ettirilgan rasmlarmi o'rin oldi. Yarmarkaning sahnada nomer ko'rsatish qismida Uyg'ur o'smirlar ayul-tuzliq ko'k bayroqni ko'targanicha samo usuli ko'rsatdi. Sharq Turkiston tanishtirilgan kichik kitobcha tarqatildi.
Uyg'ur boks mahiri Faruk Yevropa chempionlik talash musobaqasida raqibini yengdi. Belgiyadagi Uyg'ur boks mahiri Faruk Qurbanov 5-oyning 14-kuni Belgiyaning Verviya shahrida o'tkazilgan Yevropa chempionligiga tanlanish musobaqasida vengeriyalik mahir Kassay Ignasni 2-maydonda yengib, dunyodagi Uyg'urlarni xushallantirdi. Belgiyadagi Uyg'ur boks mahiri Faruk Qurbanov 5-oyning 14-kuni Belgiyaning Verviya shahrida o'tkazilgan Yevropa chempionligiga tanlanish musobaqasida vengeriyalik mahir Kassay Ignasni 2-maydonda yengib, bu qitimliq musobaqada yana bir balvoqqa erishgan. Qapiqi yerilgan Kassayning terneri oqlatib chiqarib, musobaqadan chekinganligini e'lon qilgan. Boks mahiri Faruk bultur 9-oyda Belgiyada o'tkazilgan tanlash musobaqasida 60 kilogramliklar turi bo'yicha maydonga tushib, 11 nafar mahirni arqa-arqadan yengib, birinchilikka erishib, Yevropa bo'yicha tanlash musobaqasiga tanlangan edi. O sözde aldı bilen musabaqa maydoniga kelgan va kelolmasimi mening natija qozonishimga madad bergan dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimga alohida rahmat aytaman. Men bu qitimliq musobaqa uchun atrofli tayyorlik qildim. Lekin musobaqaga bir hafta qolganda musobaqa o'ynaydigan asli raqibim Ispaniyalik mahir bilan emas, balki vengeriyalik mahir bilan musobaqalashganligimni bildim. Bu mahir solxay bo'lg'achqa men musobaqa taktikamni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Musobaqaning 2-maydonida texnikalik usul bilan raqibimning so'l qishini yerivatdim. Shuning bilan qarish taraf terneri oqlatib chiqarib, musobaqani to'xtatdi. Shuning bilan men yengdim dedi. Belgiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Abdulmutallib Emirov muxbirning ziyoratini qabul qilib, Farukning Belgiyadagi Uyg'urlar uchun emas, balki butun dunyodagi Uyg'urlar uchunmi shon-sharaf keltirayotganligini, uning bundan keyingi musobaqalarda texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildirganligini so'zlab berdi. Ma'lumotlarga qaraganda Uyg'ur boks mahiri Faruk Qurbanov bu yil 11-oyda Belgiyada o'tkazilgan Yevropa chempionlik tanlash musobaqasida Ispaniya mahiri bilan raqobatlashadi ekan. İstanbul'da Xitoy va Rossiya zulmiga tarik etilgan Turkiston degan temada yig'in ochildi. 13-may kuni İstanbul'da nashr qilinayotgan Ko'klu Deyishim nomidagi jurnalning uyushtirishi bilan Xitoy va Rossiya zulmiga tashlab qo'yilgan Turkiston degan temada yig'in o'tkazildi. 13-may kuni İstanbul'da nashr qilinayotgan Ko'klu Deyishim nomidagi jurnalning uyushtirishi bilan Xitoy va Rossiya zulmiga tashlab qo'yilgan Turkiston degan temada yig'in o'tkazildi. İstanbul Topqapıdagi Holiday Inn mehmonxonasining yig'in zali yig'inga qatnashgan yoshlar bilan liq to'ldi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Keyin Rossiya va Xitoy zulmi tunishtirilgan bir hujjatli film ko'rsatildi. Doğu Türkistan'da işgalci komünist Çin 1949 yılından bugüne kadar sistematik bir şekilde Müslümanları katlediyor. Öldürülen Müslümanların sayısı tam 35 milyon kişiyi buldu. Ama bunu dünya sadece basit istatistiki bir bilgi olarak görüyor. Yig'inda O'rta Osiyoda yashaydigan Uyg'ur qatorliq turk xalqlarining masalalari muzokara qilindi va hal qilish choralari o'tirg'a qo'yildi. Yig'inning ochilish marosimida Ko'klu Deyishim jurnalining bosh muharriri Mehmet Qara apandi so'z qilib, O'rta Osiyodagi turk xalqlarining masalalariga ko'ngil bo'lish kerakligini bildirdi va Turkiya xalqini, ommaviy tashkilotlarni va hukumatni bu masalalarni kun tartibga keltirishga chaqirdi. Mehmet Qara apandi musulmonlarning masalalarini o'zlarining bir masalalar deb qaraydiganligini bildirib, mundaq dedi: Biz Ko'klu Deyishim jurnal bo'lish sifatimiz bilan Turkiston jo'g'rafiyasidagi Rus va Xitoy zulmini, ular bilan hamkorlashayotgan diktator amaldorlarning qabih jinoyatlarini va planlarini fosh qilishni davom qilamiz. Turkistonning egasiz emasligini, Xitoy va Rossiyaning zulmiga tashlab qo'yilmaydiganligini yana bir qatim bu yerdan e'lon qilamiz va xotirlatamiz. Yig'inda asosliqi Turkiston jo'g'rafiyasidagi diktator hokimiyatlarining Rossiya va Xitoy bilan hamkorlashib o'z xalqlari ustidan yurgizayotgan zulmi, besimlari va to'plab tutish qatorliq siyosatlari tanqid qilindi. Yig'inda yana Xitoy zulmidan qochib Sharqiy Janubiy Osiyo orqali Turkiyaga kelgan Uyg'ur musofirlarga ko'ngil bo'lish kerakligi, shunaqla ularning istiqomat ilish qatorliq ijtimoiy hayotda duch kelayotgan qiyinchiliklarni hal qilish talab qilindi va bularga yordam qilishning bir insonparvarlik va musulmonlik vazifa ekanligi ta'kidlandi. Uyg'ur musofir va muhojirlarning iqtisodiy qiyinchilik, istiqomat ruxsat xati ololmaslik va yoki qaytadan o'z yurtlariga qaytilish xavfi sababidan har xil besimlarga mushu yerdami duch kelayotganligini amaliy misollar bilan o'ttirg'a qo'yildi.
Yig'inda so'z qilgan yozuvchi Faruq Ko'sa apandi Türk musulmonlarini Uyg'urlarga ko'ngil bilishga chaqiriq qilib mundaq dedi. Turkiyada musulmon tabiqalar va ular tarafidan qurilgan ommaviy tashkilotlar dunyoning o'xshamagan joylaridagi musulmonlarga ega chiqyotidi. Sharq Turkistonda yashayotgan mazlum Uyg'ur turk musulmonlarini xuddi ko'rmaganda ko'z yumayotidi. Chunki bular turk bo'lib yoritilmish, u qarindoshlarimizning masalalariga ega chiqadigan bo'lsa, irqchilik qilganlik bo'ladi deb xato tushuncha bilan qaraydi. Amaliyotda bular ham turk, ham musulmon bo'lib yoritilmish. Shuning uchun bu xato tushunchadan voz kechish lozim va Uyg'ur qarindoshlarimizga ega chiqish jihatda odil bo'lishi kerak. Yig'inda yana Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan Uyg'ur xabar va tadqiqot markazining boshlig'i Hamid Ko'kturk so'z qilib, Uyg'ur masalasini kun tartibga keltirdi. Yig'inda so'z qilgan Hamid Ko'kturk apandi Uyg'urlar duch kelayotgan besimlar to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. İşğalçı Xitay Şarq Türkistan'da hazır hiç qandaq itiraz ve qarşılıqqa uçurmasdan besim, zulüm ve irqi assimilasiya, dini ve milli qirg'inchilikni xotirjam holda amillashtiryotidi. Xitay hazır Şarq Türkistan'da tarixda ko'rilib bakmagan eng ig'ir ve eng vahshiy qirg'inchilikni elib beryotidi. Xitay ro'za tutish, namoz o'qish, haj ibodatini ado qilish, Qur'oni Karimni saqlash, o'qish ve o'rganishni chekildi. Ro'za oyida musulmonlarni haqorat qildi ve kamsitdi. Yig'inda so'z qilgan Hidoyatullo O'g'izxon oldi bilan Uyg'urlarning hozirgi duch kelayotgan qiyinchilik masalalar to'g'risida to'xtaldi. Hidoyatullo O'g'izxon so'zida yana bir qism gazet va televiziya kanallarining Uyg'urlarga besim yo'q degan mazmunda tarqatgan xabarlarga raddiya berib mundaq dedi. Uyg'urlarning diniy ibodat qilishiga cheklama qo'yildi. Namoz o'qish, ro'za tutishni umumiy jihatdan cheklamaganda ko'rinsimi, idora, jamiyatlarda ma'murlarga, o'qituvchilarga va o'quvchilarga cheklama qo'yilganligi to'g'risida hujjatlar tarqaldi. Dükkan, aşxonalarda haroq va tamaki setish majbur qilindi. Safar qilish kartlari, jamiga kirish kartlari tarqatildi. Yo'llarga to'saq qurilgan bo'lib, Uyg'urlar qattiq tekshirildi. Safar qilish kartasi bo'lmaganlar tutib qamildi. Bu to'g'rida qo'limizda rasm, belge ve hujjatlar bor. Geçen sene bazı medya ve birileri özenle Doğu Türkistan'daki yaşanan sıkıntıların abartılı olduğu ve gerçek olmadığı yönelik bir propaganda başlattı. Aslında Doğu Türkistan'da hukuk olan yaşanan sıkıntılar anlatıldığı, bizim anlattığımızın 100 katı daha fazladır. Çünkü biz bile birçok hadiselere, katliam ve operasyonlara, sıkıntıların bilgilerini zamanında alamıyoruz. Çünkü Doğu Türkistan'da bir hadise yaşandığı zaman aynı bölgedeki diğer ilçelerde de insanların uzun zamana kadar bilgisi olmuyor ve o şekilde idare edebiliyorlar. O nedenle Doğu Türkistan'daki sıkıntılarla ilgili ben şahsım Doğu Türkistan Cemiyeti olarak ve diğer bütün teşkilatların ortaya attığı hiçbir iddianın abartılı olmadığını ben burada her zaman tartışabilirim, delilli, ispatlı ortaya koyabiliriz. Daha fazladır bu konuda hassasiyetlerinizin tedirginliğe kurban gitmemesini arzu ediyorum ve Xitoy doiralari yarim kechada madaniyat inqilobini inkor qildi. Xalqimiz orasida keltirgan baloyi ofat va ziyonlar sababli madaniyat inqilobi deb tanilgan atalmish madaniyat inqilobi 50 yildan keyin sezgur temaga aylandi. Xitoy xalq gazeti shu yer vaqti seshanba 17 may kechida maqola e'lon qilib, Xitoy doiralarining madaniyat inqilobining 50 yilligiga bo'lgan pozitsiyasini ifodaladi va uning rahbarlar xato qo'zg'agan inqilob ekanligini bildirdi. 16 may 10 yillik baloyi ofat deb atalgan Xitoy madaniyat inqilobi boshlanganligining 50 yilligi bo'lib, bu kunda Xitoyning asosli taratqularning jimib ketishi diqqat tortdi. Xalqaro matbuotlarda bo'lsa, madaniyat inqilobi haqidagi munozirlarga keng o'rin berildi. Bir kunlik sukutdan keyin Xitoy taratqullari yarim kechada maqola e'lon qildi. Xitoy Kompartiyasi bundan burun garchi madaniyat inqilobini inkor qilgan bo'lsa-mu, lekin bu vaqtda izlanib savoq elishga to'sqinlik qilib kelgan. Xitoyning xalq gazeti shu yer vaqti seshanba 17 may kechida maqola e'lon qilib, Xitoy doiralarining madaniyat inqilobining 50 yilligiga bo'lgan pozitsiyasini ifodalagan. Maqolada madaniyat inqilobining rahbarlar xato qo'zg'agan, inqilobga qarshi guruhlar foydalanib ketgan, partiya, davlat va har millat xalqiga og'ir baloyi ofat elib kelgan bir maydon ichki ma'lumotchilik ekanligi, keltirgan ziyinining umumyuzlik va og'ir ekanligi ta'kidlangan.
Maqolada tarix to'liq isbotladiki, madaniyat inqilobi nazariya va amaliyot jihatda butunlay xato. U har qanday ma'nodagi inqilob yoki jamiyatning olg'a bosishi emas, ham undaq bo'lishimi mumkin emas deyilgan. 50 yillikka yetib kelish oldida mavzudan qo'zg'agan madaniyat inqilobi dunyodagi cho'ng axborot agentliklarida qiziq munozara temasi bo'ldi. Bundan burun Xitoyda huquqni markazlashtirayotgan va qattiq qo'l siyosat yurgizayotgan Shi Jinpingning Mao'ning yo'liga qarab mengayotganligi haqida munozaralar bo'lib o'tgan edi. Shi Jinpingning so'z erkinligi va o'xshamagan siyosiy qarashliklarga bo'lgan bostirishi madaniyat inqilobi qayta yuz berarmi degan andishlarni qo'zg'agan. İlginççe madaniyat inqilobi davrida faqat yezilarda 36 million odam ziyonkashlikka uchragan. Xitoyning bu ta'tir inqilobi ishg'ol ostidagi Sharqiy Turkistonga zo'r baloyi afat elib kelgan. Son-sanoqsiz kitob, madaniyat meroslari ko'ydirilgan. Ziyolilar, diniy olimlar ziyonkashlikka uchragan. Shu davrda o'sgan yoshlar asosan o'qish fursatidan mahrum qolgan. Yana bir tarafdan Yaponiya vatandoshligidagi Mo'ng'ul professor Yang Haiying Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul rayonlarida texchi madaniyat zo'r inqilobining oxirlashmaganligini bayon qilib, maqola e'lon qildi. Zeytinburnu'da 20 ming kishilik polo ziyofati berildi. İstanbul Zeytinburnu'da o'tkazilgan 3-navbatlik yerlik taomlar va radio festivalida 20 ming kishilik Uyg'ur polosi tarqatildi. Zeytinburnu shaharlik hukumat tarafidan o'rinlashtirilgan 3-navbatlik yerlik taomlar va radio festivali 8-may boshlangan bo'lib, faoliyatning oxirgi kunida 20 ming kishilik Uyg'ur polosi tarqatildi. Zeytinburnu maydonida o'tkazilgan faoliyatga shahar boshlig'i Murat Aydin va har millatdan bo'lgan minglarcha kishi qatnashdi. Shanba kuni Uyg'ur taomlarining shohi bo'lgan polo cho'ng qozonlarda qo'li chivar ustalar tarafidan pishirildi va bu faoliyatga ishtirok qilgan minglarcha kishiga tarqatib berildi. Shahar boshlig'i Murat Aydin o'zi bevosita Uyg'ur do'ppisini kiyib, qozon beshiga kelib polo tarqatishga qatnashdi. U bu vaqtda to'xtalib, Zeytinburnuda Sharqiy Turkiston, Afg'oniston, Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq ko'p joylardan kelgan kishilarning yashaydiganligini, ularning bu yerni makon tutib, o'z taom madaniyatini birga elib kelganligini, Turkiston taomlari deganda odamning aqliga birinchi bo'lib poloning keldiganligini bildirdi. Birçok bölümünden Zeytinburnu'na gelip yerleşmiş olan, burasını yurt tutulmuş olan hemşehrilerimiz var. Onlar beraberinde Türkistan dünyasının yemek kültürünü de getiriyorlar. Ama Türk dünyası denince, Türkistan mutfağı denince akla ilk gelen Türkistan pilavıdır. Türkiye'nin nurg'unlagan nüfuzluq televiziya, radio va gazet jurnallari naq maydonda ziyoratda bo'lib, programma ishlab tarqatdi. O'tgan yili 4-oyda o'tkazilgan oldingi qatimliq faoliyatimi 15 ming kishilik polo tarqatilgan edi. İstanbul Fatih'teki Kur'an kursi o'quvchilari o'qish bitirdi. Uyg'urlar tarafidan ochilgan İstanbul Fatih müftiligiga qarashliq bo'lgan Qari Gümrük qizlar Qur'on kursining o'quvchilari o'qish bitirish marosimi o'tkazdi. 18 may Zubayda xonim faoliyat markazida o'tkazilgan o'qish bitirish marosimida o'quvchilarga diplom tarqatildi va yozliq ta'tilga qo'yib berildi. Marosimga Qur'on kursi mas'ullari, o'quvchilar va ularning ota-onalari, Fatih muftiyligining rahbarlari qatnashdi. Sharqiy Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon va jamiyat bosh naziri Abdulhakimxon Mahsumajimmo taklifga binoan ishtirok qildi. Marosimda oldi bilan o'qish bitirgan o'smirlar tunishtirilgan qisqa film qo'yildi. Munosabatli kishilar so'zga taklif qilindi. Orqadan o'smirlar Qur'on o'qish, she'r deklamatsiya qilish, islomiy nashrlarni aytish va boshqa shakldagi nomerlarni o'rinlash orqali marosim kayfiyatini yuqori ko'tardi. Ularning nomerlarida ilm, axloq, vafodorlik, minnatdorlik qatorliq asosiy mazmun qilindi. Qari Gümrük nomidagi bu Qur'on kursi Fatih muftiyligiga qarashliq tasdiqlangan bo'lib, Marg'ubaxon ismli Uyg'ur tarafidan tasdiqlangan. Hozir bu kursda Uyg'ur va turklarning farzandlaridan bo'lib, 50 atrofida o'smir tarbiyalanmoqda ekan. Taylanddagi 2 Uyg'ur yana ayblashlarni rad qildi. O'tgan yilgi Bangkok portlatish hujumi delosiga chetishlik deb qo'lga olingan 2 Uyg'ur 17 may seshanba yana bir qatim sudga chiqdi. Ular sudda qiyin qistoqqa uchraganligini oshkorladi va ayblashlarni rad qildi. O'tgan yilgi Bangkok portlatish hujumi delosiga chetishlik deb qo'lga olingan 2 Uyg'ur 17 may seshanba yana bir qatim sudga chiqdi. Ular sudda qiyin qistoqqa uchraganligini oshkorladi va ayblashlarni rad qildi. 2 nafar gumondor Odam Qaratog' va Mirali Yusuf doirlarning ayblashlarini rad qilgan.
Reuters agentligining bildirishicha, sudda odam qaradog' yoshlari oqqan holatda kiyimlarini echib, badandagi ko'kirib ketgan joylarini ko'rsatgan va tarjimon orqali o'zining qamoq jarayonida 2 qatim tayoq yeganligini aytgan. Yalang oyoq va putlariga kishan silingan holatda harbiy sudga elib mingilgan odam qaradog' muxbirga "Men hayvon emas, men degan bir odam" degan. Sotchi pat arada tekshirish elib bordiganligini va odam qaratag'ining advokatining turma yo'tkash taklifini o'ylashib baqadiganligini bildirgan. Bundan burun uning advokati odam qaratag'ining qiyin qistoq sababidan iqror qilganligini oshkorlagan edi. Mirali Yusuf bo'lsa, biz gunohsiz, bizga yordam qilinglar, kishilik huquq qayerda degan. 2015-yili 17 avgust Tailand poytaxti Bangkokda portlash yuz berib, 20 odam o'lib, 120 dan ortiq odam yaralangan. Hozirgacha hech qanday tashkilot bu voqeani ustiga olmadi. Tailand soqchilari turk pasporti ishlatgan odam qaratag' bilan Xitoy pasporti ishlatgan Mirali Yusufni qo'lga oldi va boshqa 10 necha kishiga tutish buyrug'i chiqardi. Lekin Tailand doiralari bu voqeaning bosh oxiri haqida aniq bayonot e'lon qilib boqmadi. Türkiye'nin keyingi nöbetlik baş minister namzati oshkorlandi. Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi hozirgi qatnash ministeri ve İzmir parlament a'zosi Binali Yildirimning mazkur partiyaning rais nomzodligiga ko'rsatilganligini e'lon qildi. Bu ayning 5'ida Türkiye'de hakimiyet yurgizayotgan Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining raisi ve Türkiye baş ministeri Ahmet Davutoğlu 22 may ochiladigan partiya qurultayida vazifasidan istifa beradiganligini e'lon qilgan edi. Uning bu tuyuqsiz qarori Turkiyada zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Keyingi bosh ministerning kim bo'lganligi haqida farazlar uzilmadi. Turkiyada odatda hokimiyat beshidagi partiyaning raisi davlatga bosh minister bo'ladi. 19 may Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining bosh shtabida chaqirilgan yig'indan keyin partiya bayonotchisi Ömer Çelik Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining 22 may chaqirilgan 2 navbatlik qurultayida qatnash, dengizchilik va xabarlashma ministeri Binali Yildirimning rais nomzodi bo'lganligini e'lon qildi. Binali Yildirim 1955-yili Turkiyaning Erzincan'da tug'ilgan. İstanbul Texnika Universiteti Kemi İnşaatı ve Dengiz Bilimleri Fakültesida bakalavrlik ve magistrlik unvoni olgan. 2002-yili Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi Turkiyada hokimiyat beshiga chiqqanda mazkur partiyadan parlament a'zoligiga saylangan va shundan buyon qatnash ministri bo'lib kelgan. Afg'oniston ijroiya amaldori Xitoyda va Urumchida ziyorati bo'ldi. Afg'oniston bosh ijroiya amaldori Abdullah 15 may Beijingga yetib kelib, Xitoydagi 3 kunlik ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Urumchida ziyorati bo'ldi. Qo'shni davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabati Uyg'urlarning qiyni badaliga kuchaymoqda. Afg'oniston bosh ijroiya amaldori Abdullah 15 may Beijingga yetib kelib, Xitoydagi 3 kunlik ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Urumchida ziyorati bo'ldi. Xitoy Xinhua to'rida aytilishicha, bu Abdullahning bu qatimgi Xitoy ziyoratida Afg'onistonning tinchlik va muqimligi, Xitoy va Afg'onistonning bexatarlik va savdo hamkorligi, rayon masalalari va xalqaro masalalar ustida suhbat elib berilgan. Abdullah Xitoy ziyoratidan ilgari Xitoyning mablag'i va bir balvoq bir yo'l hamkorligiga kuchlik qiziqishi borligini bildirgan. Uning ziyoratiga tashqi ishlar ministridan sirt iqtisod, savdo, telegraf, konchilik ministrlaridan tashkil topgan bir hay'at hamroh bo'lgan. Abdullah 16-yilda Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan ko'rishgan. Li Keqiang Xitoyning Afg'oniston bilan bo'lgan strategik hamkorlik munosabatini kuchaytirish uchun tirishadiganligini, Afg'onistonning siyosiy, iqtisod, xavfsizlik va xalqaro ishlardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Afg'oniston amaldori Afg'onistonning Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylarda hujum elib berish bilan ayblanayotgan radikal guruhlarga qarshi turishda Xitoyni qo'llaydiganligini aytgan. Janubiy Xitoy dengizidagi egilik huquq talash tartishi masalasida Xitoyni qo'llaydiganligini bildirgan. Afg'oniston amaldorining Janubiy Xitoy dengizi masalasida Xitoy tarafda turishi xalqaro matbuotlardagi qiziq nuqtalarning biriga aylandi. Uning Urumchi ziyorati haqida tafsilotlar berilmadi. Uchrashishdan keyin ikki davlat orasidagi Ipak yo'lini jonlantirish qurilishi, ma'rif, yezi egilik, ul asliha, texnika va iqtisod sohalarida 6 kelishim imzolangan. Afg'oniston amaldorining Urumchida ziyorati bo'lishi Uyg'ur kuzatuvchilarining diqqatini tortdi. Sharq Turkiston atrofidagi musulmon allarining Uyg'urlarga qartilgan bostirishni qo'llash badaliga Xitoy bilan bo'lgan munosabatini taraqqiy qildirishi izchil tanqidga uchrab kelgan edi. Musulmon qarindoshlar tashkiloti muhim bayonot e'lon qildi.
Sykes-Picot ahdnamasi tuzilganligining 100. yili munosabati bilan musulmon qarindoshlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda bu maxfiy ahdnoma tuzilganiga bir asr bo'lganligi, bu jarayonda arab va islom davlatlari o'rtasida o'zaro to'qinishlarning bosh ko'targanligi qayd qilindi. Sykes-Picot ahdnomasi tuzilganligining 100. yili munosabati bilan musulmon qarindoshlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda bu maxfiy ahdnoma tuzilganiga bir asr bo'lganligi, bu jarayonda arab va islom davlatlari o'rtasida o'zaro to'qinishlarning bosh ko'targanligi qayd qilindi. Türkiye Avaz Radyosu'nun xabar qilishicha, Misrdagi musulmon qarindoshlar tashkiloti 100 yil ilgari Angliya va Fransiya o'rtasida tuzilgan Sykes-Picot ahdnomasining islom davlatlarining beshidagi eng cho'ng balolarning birisi ekanligini bildirdi. Musulmon qarindoshlar tashkiloti tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda hozirmi ba'zi arab va musulmon davlat rahbarlarining chet el kuchlarining ta'siriga bosh egayotganligi va mustaqil qaror ololmayotganligi ta'kidlandi. Bayonot yana islom dunyosi bilan arab rayonlarining taqsim qilinishi mazhab, irq degandek nuqtalar asosida bo'ldi va musulmonlar orasida to'qinishlarga o't tutashtirildi. Oradan 100 yil o'tgan turug'liq bu urush ishg'oliyatchilar tomonidan sezilgan siziqlarga asosan ushshoq davlatlar orasida urush yolqinlari yenishni davomlashtirmoqda. Bu ahdnoma millionlagan musulmonlarning joniga zamin bo'lmoqda deyildi. Sykes-Picot ahdnomasi natijasida islom davlatlarining orqada qoldirilganligi bildirilgan bayonotda Misr hozir bo'libmi yaqinqi 64 yildan buyon bu ahvolning eng yaxshi shohididir degan so'zlarga o'rin ajratildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.